Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi obzorimizda Jetour Dashing Brawl testlar. Videoni boshlashdan oldin tirs ekranga bitta like-ni bosib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Nimagaki yangiliklarni eng oxirgisi faqat meni kanalimda bo'ladi. Inshaalloh kuzatishda davom eting. Uzunlik bo'yicha Equinox'dan qolishmaydi. Chunki uzunligi 4590 mm. Eni esa undan ancha uzunroq 1900 mm. Kapotimiz ostida 1.6 hajmdagi turbo dvigatel yotibdi. 197 ot kuchi. 0 dan 100 gacha 7 sekund. Avtomashinamiz turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lishiga qaramasdan rasxodi 8,5 litr. Diskalarimiz zavoddan 20 diametrdagi GT Comfort shinalarda kelyapti. Bagaj sig'imi shundoq turgan holatda 500 litr hajmga ega. Agar ikkinchi ryadni yotqizsangiz, bemalol sizga двухспальный kravatni ham yaratib beradi. Marhamat. 2000 litrdan ziyod. Bagajimiz elektr paket bilan jihozlangan bo'lib, детский защита ham mavjud. Mashinamiz orqadan ko'rinishi Lamborghini Urus, oldindan ko'rinishi Porsche Cayenne. Mashinamiz 540 graduslik kameralar bilan jihozlangan. Yerni ostini ham ko'rsatib beradi. Undan tashqari mashinamiz avtopilot bilan jihozlangan. O'zi ham yurib ketaveradi, palasadan chiqmaydi. Avtotormoz lidarlari ham bor, znak chisteni. Znak 60 bo'lsa, 60 bilan harakatlanadi. Slipaya zona, бесключевой достуp va panorama lyuk. Oq salon uchun ortiqcha to'lov shart emas. Холодильник, беспроводной зарядник, katta monitor, karta, undan tashqari konditsioner upravleniyalar, klimat kontrol boshqaruvlari, multirul, elektrousиленный rul, skorost qo'l ostida turibdi. Amerikanskiy skorost rычаг deydi-yu. Undan tashqari, azizlar, голосовой управление bor bu mashinada. Xohlasangiz bitta gap bilan любой narsani boshqarib olasiz. Привет, Jetour. Открой люк. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Akustikamiz Sonic komponentkalar bilan jihozlangan bo'lib, idealniy sizga ritmni bera oladi. Mashinamiz sizga zaharli moddalar va ichidagi temperaturani ham ko'rsatib beradi. Xullas, duxzonli klimat kontrol. Ko'rib turganingizdek, xo'p, обогрев сиденья va обдув сиденья ham mavjud, ikki taraflama. Даже o'ng kishini o'ziga jamlagan pamit sidenyasi ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Miyasiga o'ng kishini mana xotirasiga saqlab biladi. Xohlasangiz bir mana boshqaradi yoki ikki, farq yo'q. Xohlagan rejimdagi o'zingiz tanlab nastroyga qilib bilasiz. Xo'p, avtohold rejimlari bor. Rasxodi aytib o'tganimdek 8,5. Ortiqcha rasxod qilmaydi. Mashinamiz juda ham aqlli, standart, eko, sportivniy rejimda yura oladi. Bu bokovoy upravleniyalari ham qo'l ostida. Bemalol qo'l ostida boshqarsangiz bo'ladi. Xo'p, bagajning ochilishi nastroyka bilan xohlasangiz farzandlaringizni bo'yi yetmasa mana bu yerdan 50% qilib qo'yasiz, 50% gacha bagajni ochadi. Juda ham aqlli mashina. Atmosferni podsvetkalarini o'zini bir 39 xil rang qilib bo'ladi. O'zgartiraverasiz ranglarini. Sistema содействия. Bu mashinani mana aytganimdek rassayani saqlashi, palasani bosmasligi, avtopilotlari, bu slipoy zonalari haqida ma'lumot beryapti. Xo'p. Mashinamiz 30 sekunddan keyin ruchkalari kirishi 90 sekund yoki 180 sekundga время складывания ручек. Bu deganiki qo'lchalari 30 sekunddan keyin kiradi yoki 90 sekunddan ham kira oladi. Juda ham aqlli. Xo'p. Aytib o'tganimdek, bu mashinada karbid sistema ham bor. YouTube'ni ulasangiz, bemalol ekraningiz YouTube'ga aylanadi. 540 kamerani ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu past qismini ko'rsatadi, mana bu mashinaning o'zi. Yerni ostini ham ko'rib olasiz. Aytib o'tganimdek. Xo'p. Mashinani даже shinalarini, davleniyalarini ham ko'rib olasiz. Xo'p, karta O'zbekistonniki kiritilgan. Голосовой управление bilan даже muzikani ham, konditsionerni o'chirishni ham hammasini boshqara olasiz. Umuman muammo emas. Oddiy sideniyani o'zi sizni bag'riga juda ham qisib mazza qilib o'tirib olasiz. Bu mashina
siz uchun yaralganday xuddi. Sidinaning kojasi eko, naturalniy charm bilan jihozlangan. Eko ham bor, naturalniy charm. Ikkitasi birga. Xo'p, ko'rib turganingizday ruli ideal formada. Formasi ham qiziq, chiroyli qilingan. Xo'p, kazirok освещенияda siz bir ochganingizda sizga jitur natij chiqib keladi. Kechqurunda под макияжingiz yonadi. Kristalliskiy освещение ko'rib turganingizdek, даже orqalarida ham bor. Mana, marhamat. Bu ko'zingizni qamashtirmaydi, ham sizga ortiqcha ko'p nurni ham bermaydi, nurni kerakli joyga распространять qiladi. Zontik qo'yadigan joylari ham mavjud, bemalol ko'rishingiz mumkin. Orqaga o'tirganingizda spokойni qisilmasdan mazza qilib, mana ko'rib turganingizda 1 ta, 2 ta, 3 ta mushtum bemalol sig'adi. Mazza qilib sig'ib ketaverasiz. Va ana bu bar nima deyapti, ko'rishingiz mumkin. Даже podlokotnikda narsa ham qo'yib olasiz. Mashinamiz xarakteristikasi haqida barcha ma'lumotlarni berib o'tdim. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir bor ko'rib kelgan afzalroq. To'lov turlari haqida ma'lumot beraman. Рассрочка, naqd, kredit asosida ushbu avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. 24 oyga foizsiz to'lovga xarid qilsangiz, mamdan propan, radiator setka, polik, parog ham sovg'asiga. Kelinglar, tashrif buyuringlar, Xudo xohlasa, siz uchun imkoniyatlarni yaratib beramiz. Avtocenter Buxoro avtosaloni sizni hamisha kutib qoladi. Kelgusi obzorda qaysi avtomobilni ko'rishni xohlasangiz, yozib qoldiring. Aytgancha, aksiyamiz faqat aprelning oxirgi oyigacha. Shoshilib qolinglar, mashinalarimiz soni chegaralangan.